Ushbu loyiha Agrobank Pastdarg'om filiali hamkorligida Samarqand viloyati Pastdarg'om tumani Go'zalkent mahalla fuqarolar yig'ini 66-sonli konturda amalga oshirilmoqda. Bu yerda piyoz mahsulotlari ekilgan. Maydonning hajmi 10 gektardan iborat. Uzunligi 100 metr, bo'yi 1000 metr. Bu yerdagi ekinlar zamonaviy usullar bilan parvarishlanmoqda. Hozirda ekinlar unib chiqish holatida. Ekinlarni yetishtirish 150 kun davom etadi. Yetishtirish jarayonida sug'oriladi, tabiiy va mineral o'g'itlar bilan oziqlantiriladi. Ushbu loyihaga 15 ta dehqon xo'jaliklari biriktirilgan. Har bir dehqon uchun o'rtacha 0,66 gektardan yer maydonlari to'g'ri keladi. Loyihani samarali amalga oshirish uchun lider tadbirkor Shunqor bog'lari qishloq xo'jaligi korxonalari ishlab chiqarish kooperativi biriktirilgan. Ushbu loyiha bo'yicha har bir gektardan kamida 100 tonna, jami esa 1000 tonnani hosil olish rejalashtirilgan. Mazkur ekin yig'ishtirib olingandan so'ng ikkinchi ekinga ham yuqori daromadli ekin turini ekish orqali yer egalarining daromadlari yanada oshirib boriladi.